farzandingizni sochini hech qachon yoshligida piska bilan yoki britva bilan mutlaqo olmang. Shu yoshligidan, ya'ni chaqaloqligidan farzandlarni sochini britvada yoki mana bu ustarada oladigan bo'lsangiz, siz unda sochni folikullarini zararlab qo'yasiz. Nabrot, bu aksincha ertaga sochlarni o'sishiga bu zarar qiladi. Ya'ni bularning chiqishi qiyin bo'ladi. U sohada atrofiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun tegmanglar. Har bir yoshni o'zida ham yangilanib turadigan fazalari bor. Ya'ni chaqaloqlarda u sochlar doimiy soch emas, u to'kilib yana boshqa soch chiqadi undan keyin. Doimiy sochlar. Xuddi mana tishlarni ham har xil tishlar bo'ladi-yu, tug'ilganda u keyin tushadi, keyin sekin-sekin aql tishlar mana 25 yoshda chiqadi. Xuddi shunaqa sochlarni ham o'zini ham chiqadigan vaqti bor. Uni sizlar majburlab kalga olib, zo'r qilib chiqara olmaysizlar hech qachon. Bu videoni mana shu ota-onalarga yuborib qo'yamiz. O'zlari keyin bilib-bilib sochlarini o'z vaqtida oladigan bo'lsin.